Uzr-obunachilar, sizlarni zarracha vaqtlaringizni olganidan afsusdaman. Sizlarga bir kanalda maslahat berib o'tmoqchiman. Qirol Gamer. Bu kanalda juda ham qiziqarli va har xil o'yinlar chiqib bormoqda. Har xil bir futbol, Minecraft, Craftsman xudo shunaqa qiziqarli o'yinlar chiqib bormoqda. Faqat bu kanalda bitta g'alati tomoni, kanalda 34 ta video bo'lib turib, bitta obunachi bor. Yilla bu kanalga yordam beramiz va ko'proq obunachi yig'ishga yordam beramiz va kanalimizda opsiyanida kanalga o'tib like bosib qo'yinglar va mendan salomat qo'yishni unutmanglar. Qani videoga ketdik. Salom salom Ego Gamer kanalining ashaddiy muxlislari, sizlarman Elgo Gamer va bugungi videomizda sizlarni maza qilib Special Forces Group 2 o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz obunachilar. Albatta o'zlaringizda qaynoqdan qaynoq layklaringizni videoga bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar obunachilar. Obunachilar bilsanglar, bu o'sha kanalimizda eng ko'p prosmotr va like yiqqan legendarniy o'yin obunachilar. Yana shu o'yindan bir video olgim kelib qoldi obunachilar. Bugun sizlarga videomiz sal-pal boshqacha bo'ladi. Ya'ni bugun men sizlarga zombilarni o'ldirish uchun eng yaxshi orujalar va eng yaxshi joylarni ko'rsataman obunachilar. Birinchi navbatda zombilarni o'ldirish uchun mana men yaxshi ko'rgan kartada bor ekan, Ruins kartasida. Do'st, mana buni jiyanim topib qoldi. Men o'zim vashim bilmasdim. Mana hozir ko'rib turibsizlar. Prosta hozir oruj olmaymiz, restart berishimiz kerak. Chunki bu joyda yo'q. Mana zombilar bari keladi hozir. Mazasini qochib tashlaydi. Tak, hozir biz pastga o'tamiz. Oruj bor ekan, shu o'tiraylik. Kimniki bo'lsa ham, yana diravik. Pastga tushib olamiz. Pastga tushib olishimiz kerak obunachilar. Mana. Pastga tushib olishimiz kerak. Ana shu ikkinchi qavatda pastida bor shu narsa. Mana ovozini pasaytirib qo'ydi. Zvukni ko'tarib, ovozini pasaytirib qo'ysam. Mana zvukni polni qilib. Ana obunachilar shu pastda bo'ladi. Yashiringan joy, bu joy juda ham yaxshi qaranglar. Bemalol o'tirib zombilarni kill qilsanglar bo'ladi. Bu yerdan sizlarga umuman zombilar tegina olmaydi. Mana o'zi 3 ta sherigimiz qoldi, qolganlarni o'zi g'achlashadi, mazasini qochib tashladi endi ketsa. Mana ko'rasizlar, bemalol o'tirib olib, savatcha ham bor, bemalol mazasini qochirib, qoqib choyxona qilib o'tirsanglar bo'ladi. Mana ko'rasizlar, o'qlab, mazasini qochirib o'sha nishasining 9 tasini o'ldirib tashladi obunachilar. Ana Diravik tip tomda yotganim uchun olib oldim. Bo'lmasa olmasam bitta broni olib olay. Xo'p, mana obunachilar, bu qo'ldagi oruja zombilarni o'ldirish uchun eng yaxshi oruja emas. Ya'ni oruja, lekin zombilarni uncha yaxshi o'ldira olmaydi. Mana ko'rsizlar, bitta o'q o'ldiradi, lekin baribir uzoqdan makillab qoladi. Xo'sh, 3 ta o'q ketdi. Bu kavboychi Diravik obunachilar, mana kavboychida bu. Bug bo'ldi obunachilar. Oshi. Xo'sh, men bitta o'zim qoldim. O zombilar hammasi top tepada o'tiribdi mana. Otsam tegmaydi. Diravabikda chunki tegmaydi. Mana pistolet otaman tegan. O'rin ola ko'rasiz, zombilar joni ketadi. O'llayman bittasi taji. Palakat tegmadi. Kelinglar. Pulimiz 15 ming bo'lay, nimani orujan olamiz. AK. Bunaqa varianti. Mana Diravabik oyog'imizda yotibdi. Jon yeydi lekin o'lmadi. Mana hozir tomga otaman, nechtadir zombi shu paytda o'zi o'lib ketadi qaranglar. Yo'q, o'lmadi. 3 ta zombi o'zi o'ldi. Yana 2 ta o'ldi. Yana 2 ta. O'yini o'lmadi. Ko'rasizlar, hozir zombilar hammasi mana tepamda o'tiribdi. Mana bunaqa o'tirib olib xohsanglar bo'ladi. Xullas, zombilarni o'ldirish uchun eng yaxshi joylardan biri desak ham to'g'ri bo'ladi. Endi sal vaqt to'lasa ham mayli. Zombilarni o'ldirish uchun eng yaxshi orujalardan mana shu qo'limdagi oruja bor obunachilar. Bu ham yaxshi o'ldiradi. Mana bitta krisa o'tiribdi. Mana qoq varsa bo'ladi. Bemalol easy peasy varsa bo'ladi. Mana to'nkani qo'ychi. Mana bemalol o'tirib olib kill qilsanglar bo'ladi bu joyda. Agar serverda o'ynayotgan bo'lsanglar maslahat beraman, chunki va kontrdagi zombilar o'tirishni bilmaydi. Ya'ni ular o'tirib bu yoqqa kira olmaydi, sakrab urishi mumkin. Mana shu yerdan, mana shu joydan sakrab mana shu yoqqa kelib urishi mumkin agar devorga yaqin o'tirgan bo'lsanglar. Bu qolmasam mayda. Mana hozir sakrashni qilib uradi, anashni kelib uradi, lekin o'tirib oldilarigacha kela olmaydi, duh etmaydi. Tagini yo'q. Ana shu yerda o'tirib bemalol kill qilsanglar bo'ladi mana. Orqaga tushib qolmaydi, lekin obunachilar mazalasi qochib tashlaydi. Hozir tepamda 10 ta o'tiribdi, hozir o'ldiramiz. Mana bitta o'ldi. Mana 2 ta o'ldi. Mana yana bitta. Mana yana bitta. Mana yana bitta. Yana bitta va o'qim tugab qoldi. Xo'p, mana
qo'llari yotibdi, mana qo'llari ko'rinyapti. Xo'p, mana o'ldirmasak. Mana shu skeletni вообще yomon ko'raman bunchilar. Endi tashqariga chiqsak ham bo'ladi. Yo'qmagan. Baxki shakarchoy beraman. Shakarchoy beraman. G'alati bo'ldi. Yana bir tam. Nos beraymi? Shakarchoy ichasmiz. Qo'yil. Keyin zombilarni o'ldirishning eng yaxshi pistoletidan bittasi mayoshkura, mana desert eaglemi shunaqa ekan. Keyin mana arakonda shunaqa. Lekin mana buni adachasi ko'p, ya'ni osmonga qarab ketadi. Keyin 1 soat uxlab olishdan ham vaqt ketadi, video ketadi o'zi. O'shanga 1 soat vaqt ham ketadi. Shuning uchun mana olaveringlar shuni. Bitta o'ldira qaylar, mana bitta o'ldiraman. Bitta cho'qlasanglar normal o'ldiradi. Keyin albatta bular bitta o'ldirish uchun sizlar nastroykadan mana realniy o'rin degan narsani yoqib qo'yishlaringiz kerak. To'g'ri, o'zlaringizga ham qiyin bo'ladi. Ya'ni bitta urganda o'zlaringiz ham o'lib ketasizlar, lekin zombilarni bitta o'qqa o'ldiradi. Agar o'shani yoqmasanglar, 10 o'q otsanglar o'lmaydi. Uxlab olamiz, hozir yaxshilab. Keyin hozir keladi. Bitta o'qqa mazasini qochib ketaveradi, yaxshi orужие, menga yoqadi. 228 jon edi. Bitta headshot deydi. Voy, dumalab ketdi. Vashi aylanib saltolar qilib tashladi. Jo'ra. Vashi. Xo'p, obunachilar. Mana ikkitasini headshot berdi o'zi. Menimcha nechta headshot tekkanini yozib qo'ysam kerak. O'zi vaqtim tugayapti. O'zi yutdik biz. Endi boshqa kartani ko'rsataman. Bu kartada bor joy shu. Mana. Voy. Boshqa yo'q. Tagini o'tirib deyman. O'qim tugan darro. Ay. Tak. Tepamda o'ta toza bir gala to'nkalar. Uy, nechtasini o'ldirib yubordim birdaniga. Voshi. O'lib qolmadi. Ya, o'nayni o'lmadi. Mana o'ldi. O'zi bir tanga joni bor ekan. Qani ketdik. Tak, voy, obunachi o'zi yomon ishlar, lekin juda ham yuragida tovushi. Bilaman. Dab deb eshitilyapti. Hop, o'l. Mana o't olsalar bo'ladi buncha, lekin bu yerdan hozir zombilarga IQ qo'shilgan, ya'ni sal parasatli bo'lib qolibdi zombilar. Shuning uchun ham mana yerdan sakrab kelib mazalasi qochirishi mumkin. Sakrab kelib o'ldirgan bular. Mana shu yerdan sakrab kelib o'ldirgan bo'lgan bunchalar zombilar. Va yana yurak ovozi yoshi yomon eshitilyapti. Shuning uchun ham zvukdan o'chirib qo'yaylik bunchalar. Chunki yurak tovushi shunaqa baland eshitilyapti. Zombilar o'zi bitta mazasini qochadik. Ketdi endi boshqa karta. Endi tundirani sizlar ko'rsatganman, oldingi videolarimda ko'rgansizlar. Tak, endi mana kastlemi shunaqa zona bor. O'sha yoqqa o'tib olsanglar normali bo'lardi. Minoraga chiqib olsanglar o'zlaringizga yaxshi bo'lishlar. Mana shu minoraga chiqib olishlaringiz kerak. Mana o'zi keldi, mana o'zi keladi. O'zi keladi. Mana shuni o'ldiramiz hozir. Mana shu minoraga chiqib olasizlar. Mana shu minoraga chiqib olasizlar. Mana shu minorada savatcha bo'ladi bunchalar sizlarga. Yaxshi, brat qoching, brat orqada, brat, voy, brat o'ldiradilar. Ma'lum, sizlar tepada savatcha bor, sizlar bemalol mana ikkinchi qavatga qarab chiqsa, sekin. Ana shunaqa tushib olasizlar. Bitta savatcha yo'q ekan, nimaga? Bitta savatcha yo'q ekan. Xo'sh, keyingi zombilarni eng yaxshi o'ldira oladigan orужие bu AK-74 obunachilar, AK-74. Bu zombilarni o'ldirish eng yaxshi orужиеlar o'rnida turibdi. Bitta nonni qo'shmasam bo'lmayapti. Zvukda. Nima uchun normalda turibdi, buni tiqib qo'yaylik. Zombilarni o'ldirish eng yaxshi orужиеlardan bittasi ham bu. Keyin agar bitta bemalol snayper yoqib o'tirsanglar bo'ladi. Mana bemalol mazasini qochirib o'tiraverasizlar. Uzoqdan kelganlarni snayperda otasizlar, lekin bu orужие o'lmadi. O'zi o'ldirayman deb keladi, o'zi yuribdi to'nka. Menimcha sheglarimiz tirik ekan buncha hali. Voy, vashi. Mana PUBG chiqmaydi bunchalar. Shuning uchun PUBG o'ynang demanglar. Qaranglar, o'zi bitta zombini o'ldira olmayman. Botni ham o'ldira olaman. Yomon yiqildi, lekin basharasidan tushdi. Keyin endi AWP olamiz, ya'ni AWP. AWP ham zombilarni o'ldirish eng yaxshi orужие, lekin bu bitta yomon tomoni bor, faqat bu uzoqdagilarni yaxshi o'ldira oladi. Masalan, mana bunaqa qilib otmoqchi bo'lsanglar, o'zi o'ldirmaydi. Bu nima? Bu nima? Mana turibdi, manasi g'alati bo'lib qoldi.
hatto burchakka o'tirmanmi? Burchak. Opa, zo'r joyga joylashib oldik, obuncha mana. Bug bor ekan, qaralamish devor ikkita tomoni razraботчиклар shuni e'tibor qilmabdi. Teksturani xato qilib qo'yibdi mana. Mana shunaqa otmoqchi bo'lsanglar bo'lmaydi, mana qaranglar. Ko'rasizlarmi? Holatida endi baribir. Chunki bu bitta o'q otadi, lekin bitta o'ldiradi, faqat bitta 1 soat o'naqa qilish yomon-da, shunisi yomon. Bratlarni o'qitga qolib deganda pistol tosh boshlayapti. Ko'rlar bilan jitterga o'xshab o'tirmaydi-da. Nissan Jitter, mashi. Toyota Supra, mashi. Obunachilar hozir vibratsiyani o'chirib qo'ysam, balkim yurak do'killashi yaxshi bo'lib qolar. Qarasam tegmaydi mashi. Yaxshi normalli. Orужием yo'q ketdi, chunki bu shunaqa narsa bor, voy. No. Bizdan shekilli qattiq ekan. Va, bratan, qalay. O, ana apacha bilan ana bratan o'tiribdi ekan. Ukalar yomon ish qilmaydi. Qanaqa yomon ish g'iybatlashmaylar deyapti. Obunachilar, sizlar nima deyapsizlar? Aynamaylar, obunachilar g'iybatlashmaylar, g'iybat qilmaylar deyapman-da endi. O'tirmaydi, bitta skelet bashara bilyapti. Minecraftdagi zombilar biroz spokойно, buni qo'liga qaranglar, obunachilar, agar o'sha hayotda mana shu qo'l bilan sizlarni ursa, masalan, qarang, qo'llabdi, qarang, qaysi qo'l? Suyaydi, вообще. Bu bozor kuchiga yemaydi unaqa suyaydi. Tak, o'qiyamiz. Yaxshi, endi o'sha vaqt tugayapti. Keyin zombilarni o'ldirishning eng yaxshi orужие ana Dробовик Spas 12. Bu hayotda ham yoqadi, lekin hayotda biror marta shat ko'rmaganman, shat ko'rmayman. O'sha ko'rishni nasib qilmasin даже. Chunki faqat tinchlikda ushlab ko'rsa bo'ladi, ha, mayli. Bu buncha hozir o'qlarni boshini beton qilib olamiz, beton qilib olamiz. Mana sizlar shu orjani ko'rishdi birdan, mana qaranglar, bitta mazasini qochiradi ham, mana. Bittadan, albatta qimirlamay turgan paytda otsanglar, bitta mazasini qochiradi, mana. O'zi 19 dan keyin mazasini qochdi, tuta. Xo'p. Ana ko'rsam bitta mazasini qochirdi. Ana uni ham qochiramiz hozir mazasini. Ana ko'rasizlar, bitta mazasini qochiradi. Ot. Sekin. Yaxshi ko'rasizlar, bitta yo'rayapti. Tegmadi. Ana ko'rasizlarmi? Uzoqdan headshot tegdi даже. Bu orужие menga yoqadi, chunki yaxshi ko'rgan kinolarimda bor. Bittasida, jamasida emas u. Biratan uchirib olamiz. Ishga qaytingma, qon chiqdi lekin tegma. Lekin bu Dробовик tomoni ko'p vaqt zajat qiladi-da. Yo'g'ri tegmayapti, qon chiqdi lekin tegma. Bitta logichni. Uni qamallamay o'tiray. Yaramas. Mayli, obunachilar, video ketyapti o'zi 12 minut o'tdi. Tak, qayerlar bolalar sizlar sovg'a, agar videoga like bossanglar, shu zombilar sekundlar ichida o'ladi. Mana bunday. Keyin endi faqat tepaga o'tirmaylik. Xullas, shu zonada o'ynamoqchi bo'lsanglar, chiqib o'tmoqchi, ya'ni turib olib otishga zo'r joy. U tomonlarga bosh maslahat bermayman, chunki zombilar unaqa ichkariga kirmaydi. Xo'sh, ketdi. Bitta yaxshi, bittasi minus. Pastga tushib olsang ham bo'ladi, lekin birozda pastda ular juda ham ko'pda obunachilar. Tak, o'q yedi, lekin o'lmadi. Yaxshi o'ldi. Hozir ular bizani ko'rishdi va bu yoqqa kelishadi. Biz bunaqa sekinlashtirib vaqtda bunisini otamiz. Xuddi Schwarzenegger Terminatorday. Mana unisini qo'qamiz. Nima ham menga qarab ketyapti, jinnimi u? IQ past obunachilar. Terminatorni uzoqdan yaxshi otmaydi-da. O'l. Yaxshi o'ldi, orqadan kelib qolmasa bo'ldi, krichalik qilib. Xo'sh, headshot tegmadi, lekin zato normal o'rin oldi. Bu yoqqa. Yep! Krisa. Ko'rsangiz, krisa. Mayli, nomlacha o'zi 1 sekund qolgan ekanmi? Вообще maza. Endi smenli karta, endi boshqa kartani ko'rsataman sizlarga. Yana qaysi kartalarda bor edi? Hozir yana qaysi kartalarda bor edi? Obunachilar hozir. Mana West kartasida bor, ya'ni shu kabocha karta qanaqadir bir yoqimsiz. Obunachilar, o'zlaringizga iloji boricha o'qib ko'p orужие olishni maslahat beraman bu kartada. Chunki o'sha zombilarni o'ldirib o'tirgan joylaringiz zombilar kirolmaydi, o'zlaringizdan chiqa olmaysizlar keyin. Chiqa olasizlar, просто zombilarni olib chiqasizlar faqat. Mana tepaga chiqamiz.
va mana bu teshikka, ya'ni o'sha fortishga derazaga sakrashimiz kerak biza. Va biz birinchi urinishda o'tdik. Mana shu yoqqa o'ta olasizlar. Keyin zombilar bu yoqqa o'ta olmaydi obunachilar. Esingizda tursin. Bu yoqdan tushish uchun mana yoqqa borsanglar, ehtiyot bo'ling obunachilar, bu yerda shunday teshikdan tushib ketasizlar. Ehtiyot bo'ling. O'sha zombilar sheriklarimiz hozircha tirik, lekin mazasini qochirib boshladi o'zi. Snayperlar otishyaptimi, dashi. Hop, men derazadan sekin poylab otsak ham bo'ladi, lekin bu yerda agar bu yerdan jar qilib qo'ysa, mazalar qochiradi. Bu yerdan mana yoqqa chiqa olasizlar. Mana shu yoqqa chiqa olasizlar. Zombilar bu yoqqa vafshim kela olmaydi, obunachilar. Vafshim zombilar bu yoqqa kela olmaydi. Mana bemalol o'tirib dirs-dirs qilsalar bo'ladi mana. Mana shu yoqqa o'tirib olasizlar. Mana shu yoqqa o'tirib olib, bemalol Yorwation Corporation Studios представлять qilib o'tirasizlar. Tak, obunachilar, albatta videomiz yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar, like bosmasanglar yaxshi odam bo'lmaysizlar, lekin qaranglar, agar like bosmasanglar to'kti teskarisi bo'lasizlar. Ana o'sha tomda aylanib yuribdi mana bularga. O'sha bizani sheriklar, mana o'ldiray, bratlar, iltimos. Okay, corporation mana hozir tomlardan kelyapti, kirsalar. Duh yetmadi yerdan kirishga. Mana o'ldiray, mana tayin yuribdi. Tayin yuribdi. Ha, obunachilar. Tak, mayli obunachilar. Kurtuslar obunachilar, o'sha 2000 taga oz qolmadi-ku, lekin 2000 taga harakat qilyapmiz. O'sha ba'zi do'stlarimiz 2000 ta ham bo'ldi, shuning uchun ham biz ham 2000 ta bo'laylik. Mana ilg'or burgut ko'z deyishim. O'zi ham yarim o'qim ketdi, onasiz. Qanaqa burgut ko'z bo'laman, qalay ko'z bo'lishi mumkin lekin. Tomdan kelib qolish ehtimoli past. Tayinga o'tolgan sheklarimizni dirslab tashay. Men o'qotaman. Buni ham men o'qotaman. Bu pulemyot ham yaxshi obunachilar. Pulemyotlar ichida eng arzoni bo'lishiga qaramasdan eng yaxshisi ham tomdan kelik olgan o'zlari o'qota olishadi. Men faqat pastdan kelik nima qilaman? Nima qilasiz-da bolalar? Bechara endi chiqqanda qoq tashadi onasiz. Ana obunachilar o'sha paytda odamlarni shunaqa dorga osib jazolashgan. Agar sizlar tarixda yaxshi o'qigan bo'lsangiz, bilishlaringiz kerak. Tak, obunachilar, albatta endi mana bu yoqqa maktab kelyapti. Endi videolar chiqishi sal-pal kamayishi mumkin. Endi kelajak uchun harakat, o'qish kerak, izlanish kerak. Xullas, shunaqa gaplar obunachilar. Tak, qani. Onangni. Bu yil time o'tib ketdi, bratlar o'zi dirabavida uxlab tashadi. Uni men o'ldiraman. Yaxshi, men o'ldirdim, skelet kelib tushib ketdi pastga. Mana men otay, ega ismim qursinsam mollar. Bir o'zbekchasini qo'y, bir ruhshonami, sharapatmi, shunaqa sizlardan qo'yam bunchilar. Bo'ladimi shunaqa sizlar qo'ysam? 3 ta qoldik o'zi. Chota nima? O bizonni otyapti. Bizon ham obunachilar. Yaxshi оружие. Zombilarni o'ldirish uchun bizon o'zi tugapmiz. O'sha bitta 2 kishi qolibdi, bittasi aniyoqqa o'shani hozir mazasini qochiradi. Baki, tegma mana yoqqa. Erkak bilan gaplashish kerak. Uxlatadi hozir ham. Sen xo'rak bo'lib tur, men olib turaman. Oy, sekin. Obunachilar, lekin 30 ta zombi qilmanglar bunaqa zonada. Chunki bular bir-birini ustiga chiqib ketib, o't ketishi mumkin onlaringizga. To'g'ri, bir-birini ustiga chiqa olmaydi. Chunki oddiy kontrdagidek emas. Bir-birini ustiga chiqsa, ana qilaveradi. Mana ko'rasizmi, u sakrab chiqaman deyapti. Yaxki molpaqim. Yaxki men yoqaman. Qayerga ketyapsan sen? Erkak bilan gaplashay mol. Obunachilar, короче, bu kartada ko'rsatgan narsa shu edi. Endi sekin pastga bunaqachon fintlar bilan tushamiz. Tars o'yla. Teng orqadan kelsa mazam qochiradi, javob. Tak, ikkinchisi ketdi. Tak, ketdi bunisi ham. Dortay o'tirsin, nima bo'lgan? Oy. Ayyo, mazam qochib tashlagan. Bu yerdan o'tirmaygan-ki bu yoqqa o'sha sekundlar. Mayli, obunachilar. Keyingi karta, menimcha, keyingi karta o'sha yo'q bo'lsa kerak. Xo'sh, keyingi karta men bilganlarim shu edi. Keyingi karta endi qayerda bor edi ham? Mana Factory'da, menimcha shu kartada ham bo'lsa kerak, zombilarni o'ldirish uchun eng yaxshi joy. Bu kartada maslahatim sizlarga dirababik olinglar. Dirababik olinglar va mana bunaqa, bunaqa emas, bunaqadan olishinglar yaxshi. Va bronya va molotov ham olinglar. Full bronya bo'la olsanglar, o'zlaringizga yaxshi obunachilar. Keyin mana bu turba bor-ku, turba debman, mana bu narvon bor-ku. Ana shunga kelasizlar. Zombilar o'zi yurtda, orqadan kelmaydi bu yoqqa. Orqadan kelishi mumkin. Xullas, mana shu turba deyman yana.
narvonni olib o'tirib olasizlar. Mana shu narvonni olib o'tirib olasizlar. Chiqqanni mazasini qochiraverasizlar-da, короче. Biratan qalaysiz? Nimaga tomog'im shu yerda mazasi yo'q bunchilar? Nafaqat tomog'ida, balkim burunni ham mazasi yo'q. Aytdanki, basharingga aytdim, mana shu yerdan keladi dedim, ha? Bunchilar bir reaksiya. Bunaqa o'tirsanglar ham bo'lar. Hoppa. Hoppana. Zo'r topdik bunchilarni. Sekin. Tushib ketdim. Qoch, yo'qol. Hazillashdim. Hazil, bratlar, hazil. It is mine. Nima edi? Hazilkashman men. Voy, oxirida kiyotib kelsa. Voy, tushib ketdim. Voy, yo'q. Hayvonasi yesin. Olib bordim o'zim. Короче, bu kartadagi uncha o'xshamadi, hozir qayerdan ko'rsataman. Nima deyadi shuni? O'sha ko'rsatishda. Короче, nimada deyadi? Pulimiz yetgan narsalar faqat bironaga yetmadi, qolgan hamma taqir-tuqirlar yetdi. Bu kartada mana bu joy bor, omonchilar. Mana bunaqa joy bor. Mana shunaqa joy bor. Mana shunaqa joyga mashitdan kelsanglar, mashitdan shunaqasiga kelsanglar, bu yoqqa o'tib ketmanglar, bu yoqqa bormanglar, omonchilar. Mana shu yerda o'tiringlar, tamom. Sizlar mana shu yoqqa o'tiringlar, tamom. Zombilar o'sha kelmaydi bu yoqqa. Javob beraman, zombilar bu yoqqa kelmaydi. Nima qilasizlar sen, brat? It is krisa. O'sha kelgan mana sheylarimizni biladi zombilar. Bu yoqqa chiqqan taqdirda ham sizlar mana bunaqasidan dirslab tashlaysizlar. Yo'qdagi bratanni o'sha dirslatib bo'lishadi kim qachoni. O'sha yo'qdan keladi. Bratan, assalomu alaykum. Sog'larsiz, kim o'tasiz, bratan? Ko'zdan bergan ekan-a, вообще. Bratan, qalaysiz? Mazami? Tushing, pastga tushing. Bratan tushib ketdi. Bratan tushirdik, bratan tushirib oldik yana. Keyin mana konteyner ustida o'tirib olasizlar, bemalol mana yerdan kelganlarni mazasini qochirasizlar. Mana motay, yo. Sakrab, voy. Krisalarni. Xullas, o'sha tepaga o'tirib olasizlar, qoqaverasizlar, qaracha men ketdim. Voy, Dani, вообще. Voy, shpagat ochib. Shpagat ochib, voy, yoshi. Ko'rasanmi voy? Qara, вообще. Yana voy, yo'q ketdi. Assalomu alaykum, birodar. Yaxshimi, sog'lar, yaxshimi? Vocha. Вообще, yo'rtashimi вообще? Elga vahshiy. Oy, krisa. Yaxshi o'tib oldim. Puayt, obunachilar вообще. Elga vahshiy, men вообще Husayn kim edi? 007 man, agent 007. Вообще, bratlar, assalomu alaykum, brat. Men bu yoqqa mana shu ton kerak qilibsizlar. Hozir shu ton kerakmas, gruppovoy bo'lib. Yonib o'l. O'lmadi. Orqangda sherigim bor ekan. Qozon kabob. Brata, вообще zo'r o'ylazliging gap yo'q. O'zi ham endi yetdim deganda mazasi qo'shib tashladi. Anaqa sakrab o'tibmi ekan, uni tushunmaysizlar. O'yna. Krisa. Bitta. Qaracha o'ldik ana. Bu kartadagi joyimiz ham tugadi. Xullas, endi ko'rsatgan joyim menimcha yo'q. Bor shu edi menimcha, boshqa yo'q menimcha bunchilar. Böyle boshqa yo'q. Qaracha videomiz ham endi sekin yetarli bo'ldi menimcha. Yo'q, bor, to'tida bor. Bitta bor mana. Snow map. Shu joyda bor bunchilar. Snow map. Tak, yana o'sha o'zini Black Alpha degan skinni tanlayman. Janob Alpha. Tak, keyin mana bu pulemyotdan olasizlar. O'q ko'p pistoletdan olasizlar. Pichoq shart emas. Molotov ham olinglar, maslahatim. Ketasizlar, chiqgan joyga mana. Bunaqa bo'ladi. Bunaqa animatsiyasiz buzilib qoldi. Mana yerdan devordan shunday yo'l bo'ladi, ana shu yerdan o'tasizlar, mana zombilar o'zi keladi. Bular tegmanglar, sheylarimizni o'ldirsin bular. Sheylarimizga faqat bizga non qoldirmaydi sheylarimiz. Uni qanaqa bu? Basharing oyog'im. Nima bular skillli avton beramanga bermadi? Yoqimsiz kontrolchilar bilan botga biladi domchilar. Voy. Hoppa. Shunaqa o'tib olasizlar.
Tezroq o'tish kerak, 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 tezroq o'tish kerak. Ah! Yaxshi, yaxshi. Hammasi menga qarab keladi, to'g'ri ashata keladi, javob beraman gapingga. Yoshi. Ikkitasini yeydi o'zi. O'qib olamiz a. Hozir obunachilar bu joyga o'tganlaridan keyin zombilar bu tomondan kelmaydi, qaranglar. Ko'rib tursa ham kelmaydi. Pastdan sakrab o'ldirib qo'yishi mumkin. Endi u unchalik ehtimoli katta emas. Xullas mana ko'rasizlar, menga o'zlari otmasalar tegmaydi lekin. Voy, biratan kallada ketdi. Orqamga ketdi biratanda. Sen hozir xudoyilga bo'lsang o'lib qo'y, hech bo'lmasa. Yoqimsiz. Lozim hamma sheriklarimizni o'ldirib, tozalab bir boshidan. Opa, bitta otdim, hammasiga qaraydi. Xo'p, albatta bu videomiz davomi chiqishini istasanglar, kommentlarga fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlarning fikrlaringizni inobatga olaman men har doim. U qilib qoldik-ku. Mana shu yerda o'tirib olsanglar, hech kim sizlarga tegmaydi, zarari, ziyoni ham tegmaydi. Sheriklarimiz tezroq o'lsaydik, shunday. Biratanlar tez bormaysizlar-da. Mesela obunachilar mana ular bir balo qilib sheriklarimizni o'ldirib olgandan keyin tezlashtirib olsam kerak shu joylarni. Xo'sh, tak 1 soatdan keyin menimcha o'lmaydi. O'ldi bittasi. Juda qotyapti. Juda qotyapti nimagadir. Juda qotyapti menda. Juda qotyapti menda. Obunachi o'zi tezlashtirishdan hojat qolmadi. Bitta o'zim qolaman. O'sha keladi, mana keladi oldlaringizga. Albatta sizlar otib yaqinroq boraverasizlar, bunaqasidan Deadpoolga o'xshab. Ana shunaqasidan yaqin boraverasizlar. Ehtiyot bo'linglar, o'qlaringizga qaranglar, o'qlar tuya qolish ehtimoli 99% obunachilar. Ana shunaqasidan bitta o'qqa mazasini qo'shib tashlayverasizlar. Molotov otinglar. Har nima jonni kamaytirib turadi. Va oxiri o'zlaringiz tupiga tiqib o'ldirasizlar. Tugadi. O'qim qolmadi. Xullas obunachilar, короче, endi bitta sizlarga Fox Mox ko'rsatmoqchiman. 20 minut o'tdi videomiz ham. Masal stop qilaman. Mana obunachi hozir men bomba rejimiga qo'ydim. Botlar hozir bitta minut yo'q, bomba rejimiga qo'yganman. Hozir qaranglar, hamma bot aylanib ketyapti bomba qo'yishga. O'sha bomba qo'yganda lekin juda ham chiroyli bir xona narsa bo'ladi. Bilsanglar, botlar shu bombani qo'rg'ilab o'tiradi qo'ygandan keyin. Bombani qo'rg'ilab o'tiradi. Hozir bomba qo'ygan keladi va bombani qo'yadi. Hozir mana bomba qo'ygan qani, kimning orqasida bomba bor ey? Mana hozir kimdir bombani qo'yish kerak. Ana bomba qo'yildi, qaranglar. Hozir bular hammasi to'poyga o'xshab bitta joyga o'tirib oladi. Mana men tepaga chiqa olaman. Hozir bular o'lish juda ham chiroyli, obunachilar shunaqa romantik bo'ladi. Romantik emas, hozir hammasi chachib ketadi vashi. Mana o'tirib hozir hammasi titilib, mayda-mayda uchib ketadi. Shu bomba mazasi qochadi hozir. Xo'sh, shu bilan videoni tugatib kerak. Ko'rib tursa hammasi hozir o'tiribdi, hozir uchib ketadi, hammasi o'zini turgan joydan uchib ketadi, qarab turinglar. Qarab turinglar, yaxshilab qarab turinglar. Hozir bo'ladi. Ketdi. Hozir bo'ladi lekin. Portlamaydi ham. Bunachilar, bular qaranglar, uchib ketishini, vashi. Men personajim uchib ketdi devordan yog'iga, vashi. Va hamma uchirdi, devorlardan o'tib ketdi, vashi. Dan hech kim tirik qolmaydi. 0 tamom 20 bitta. Короче, obunachilar, bugungi video shidan обратida agar ikkinchi bitib qo'yamiz, balki. Nima o'tirsizlar? Yuringlar, bratanlar, yur ketdik. Endi hozir ko'rsam obunachilarga maza qilaman obunachilar shuni ko'rib. Vashi kayf qo'rasizlar obunachilar lekin. Rohat. Vashi hozir yana 1 soat bombani qo'yadi shu bilan tiq bam bo'ladi. Kayf qilasizlar yana. Aytani. Zo'r uchib ketadi obunachilar lekin. Maza hamma joy chachilib ketib, men personajim devordan orqasiga o'tib ketdi ko'rgan bo'lsanglar. Yana qo'ydi. Mana 20 bitta bot hammasi shu yerda. Hamma botlar shu yerda. Sal grafikani tushirdim, sal uni qotib, bunaqa makkillab qolmasligi uchun. Obunachilar, keyingi videomiz albatta challenge bo'lsa kerak yoki qishloqdagi sarguzasht videosi Minecraft Craftsmandan. Albatta kutib qolinglar obunachilar. Drababim yo'q bir. O'tirishga qarab krizan. Shu o'lmay hozir. Shu kontrdan yo'qmikan, personaj ayildi.
Şey ayolda. Hop, tayyorlangan obunachilar. Sakrashga ulgurib qolsam, lekin undan ham uzoq uchaman-da. Sakrab turaychi. Pichog'im apanda. Bo'la qolingni. Bunaqa sakragan joyimga uchib ketdim-da. Vosh. Devorda turganlar devorga uch вообще haydani bo'lma oldiga o'tirganlar qayerga ketdi. Va ketdi ana. O men personajni devor ustida paydo qolibdi. Haydani devor ustida tekstur yo'q ekanda. Xolos obunachilar bo'lmasa Ego Gamer kanalidagi bugungi video shundan iborat. Albatta mazza qilib ko'rgan bo'lsanglar, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Xolos keyingi videolarda albatta bundan qiziqroq kontentlarni ishlashga harakat qilamiz obunachilar. Короче, bugungi video shulardan iborat. Albatta keyingi videolargacha like bosib, obuna bo'lib qo'yib kutib o'tiringlar. Tamam, короче, Ego Gamer kanalidagi bugungi video shulardan iborat edi. Keyingi videolargacha uchrashguncha stutida bomba keldi. Keyin hashini ham portataylik, keyin ketamiz obunachilar. Ustiga chiqmaydi lekin botlar. Kontrda shu haqiqiy kontrda chiqib bo'ladi. Mana hozir men bular skill avtomat beradi, menga yoqmaydi. Qani botga skill avtomat nima kerak bor ekan? Bar botning o'z nomidan. Unga qarab otvoradi. Mana shu o'tirib hozir. Devorga tiral tursanglar, devordan o'tvoradi. Hoppa. Qoch men joyim. Qoch. Oldindagi biratan kallasi uzilib ketadi, yo'q ketadi hozir shi. Yo, qonam mashi. Nosga o'xshaydi. Ketdi obunachilar. Bum bilan. Ketdi. Xudani, men teksturaga kirib qolaman obunachilar. Bila teksturaga kirib ketma rostdan. What the hell? Voy, maza. Xullas obunachilar, bugungi video shudan iborat edi. Albatta, bo'lmaman ekan. Bugungi video shudan iborat edi. Albatta, keyingi videolargacha uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Tugadi.